ishni zo'rini qidirib yurgan aka opa singillarimizga mana sizlarga ishni zo'ri chiqdi. Oyligi juda ham baland, kuniga 4000 rubldan 8000 rublgacha. Undan tashqari Zuhriddin kompaniya ruskiy firma bo'lsin, bizga pulini vaqtida aldamasdan bersin deganlar uchun xuddi o'sha kompaniya, xuddi o'sha sizlar xohlagan joy mana sizlarga kuniga 4000 rubldan 7500 8000 rublgacha berishga tayyor. Undan tashqari yotog'i, registratsiya, borib kelish forma mutlaqo tekin. Sizdan faqat ishlash xolos. Mana shunaqa ish like arziydimi? Albatta arzisa, videoni boshdan bir donagina mana shu videoga like bosib, Rossiyada aynan Moskvada ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga shu videoni podelitsiya qilib qo'yinglar. Inshaalloh Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Demak, bu ish qayerda, nima ish qilish kerak to'liq ma'lumot olish uchun videoni birgalikda oxirigacha tomosha qilinglar. Demak, biz boshladik. Moskva hamda Moskovskiy oblastida yurgan aka opa singillarimizga 3 oy bazada turadigan eng ishonchli registratsiya xizmati hamda deport zapret tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ekrandagi raqamlarimizga aloqaga chiqing. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz. Yangi ish o'rinlarimiz Moskva territoriyasida yurgan aka opa singillarimiz uchun chiqyapti. Ya'ni Moskvada ish bor. Skaladda, bu skalad Azon ham emas, nima desa bu, Yandex ham emas, boshqa emas, bu skalad Valber skaladi. Ya'ni hozir bizga yana 20 ta odam kerak. Biz oldin chiqqanda dedik, bizga 20 ta odam keldi hozir. Endi hozir zayavka yana ko'tarildi. Toshda mana shu ruskiy kompaniya yaxshi odamlar ishlayotganligi uchun yana zayavka berdiki, yana 20 ta odam qilasizlar dedi. Shuning uchun yana 20 ta odam uchun biz mana zayavka oldik. Kelinglar inshaalloh Xudo xolasa mana shu 20 ta odam ichida aynan siz bo'lishingiz mumkin. Bu ishonchli kompaniyalar uchun odam tez yig'ilyapti. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, aynan shu kompaniyada ishlashni. Demak, bu skaladda komplet oshinglar kerak, faqat opti bo'lish kerak. Ya'ni хотя бы TSDda tushunish kerak, ishlashni bilish kerak. Rus tilida oz-muncha xabari bo'lishi shart. Moskva patent обязательно, SNILS NN kerak. Chunki aytib o'tgandek, ruskiy firma dokumentalni oladi, оформление o'zi qilib beradi. Doshto trudodagor o'yimlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, u albatta kompaniya tomonidan qilib beriladi. U muammosi yo'q. Oyligi bir oyda bir marta, har 15-chisoda, har hafta 3000-5000 rubldan avans. Yotoq, registratsiya, borib kelish, forma mutlaqo tekin. Bu 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkak ayollanishga qabul qiladigan firma. Chunki bu hozirgi kunda Valber skalati juda ham katta maydonni egallaydi va tezroq, chaqqonroq harakat qilishni talab etadi. Ana shuni inobatga olib 40 yoshgacha hozirga zayavka berilgan. Inshaalloh Xudo xolasa biz harakat qilyapmiz 45 yoshgacha, 50 yoshgacha odamlarni ham olishga. Lekin hozir to'g'ri tushunasizlar, 40 yoshgacha. Moskva patenti borlar. Bu ishimiz metro Vnukovada boriladi. Ya'ni Vnukovo aeroporti atrofida, Derevnya Sharapovada juda katta skaladda. Ish chista объемga, bez объем yo'q, faqat объемga ishlanadi. Ya'ni kuniga kimdir 4000 rubl topadi, kimdir 8000 rubl topadi, kimdir 2000 rubl topadi. Ishlagan, harakat qilgan soqqani mana shu joyda topish mumkin. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilib qolardim. Kelinglar, mana shu birgalikda mana shu ruskiy firmada ishlanglar. Inshaalloh Xudo xolasa, albatta siz o'ylagan maqsadingizga qolgan joylarga nisbatan aynan shu joyda tezroq erishasiz, qanchaki tezroq ko'p harakat qilsangiz. Shuning uchun maqsad ishlash, soqqa qilishmi? Kelinglar mana shu joyda ishlanglar. Inshaalloh Xudo xolasa o'z maqsadingizga erishasizlar. Kimga mana shu ishimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda bir emas ikkita nomer qoldiryapman. Hoziroq Telegram, WhatsApp promo nomerlardan aloqaga chiqib bog'lanishinglar mumkin. Sizlarni hozir o'zida kuchyapti. Bugun uspet qilsanglar, bugun borib joylashishinglar mumkin. Chunki joylar soni 20 ta. Ham erkak, ham ayollar 18 dan 30 yoshgacha Moskva patenti bor, ofitsialni ishlash oladigan odamlar bizga kerak. Mana shunaqa bugungi yangiliklarda kimga nima ma'lumot yetishmagan bo'lsa, ma'lumotlar sizga kamlik qiladigan bo'lsa, ekranda nomerlar turibdi. Tezda telefon qilib o'zingizlar uchun kerakli ma'lumotlarni yana bir bor ish beruvchini o'zidan olishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, omonlar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Albatta videolarimizni aynan Moskvada yurgan aka opa singillarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.